Mana qarang do'stlar, siz Sahrga ketayotganingizda shunday bir avtobuslar bor, lavushka avtobuslar. Siz to'lov qilaman deganingizda xuddi to'lov o'tgandek chiqyapti, lekin borganingizdan keyin sizni kontrolyorlar to'xtatib sizga shtraf qo'yishyapti. Videoni ko'ringlar. Mana bu FVS'ga ketayotgan MC1 avtobus, MC2si ham. Mana bu apparatiga pul qo'ying, tamom qilsa bankovskiy kartadan. Yechmaydi, oxiriga borgandan keyin 2000 so'm shtraf deb o'tiradi. Boshqa avtobuslarda bunaqa emas, imенно mana shunda shunaqa. Boshqa avtobus, metrolar hammasi chotki. Imенно mana shu MC'lar xuddi shunaqa. Ular kim so'rab bo'ladi? Yeni çıkmayaptı ki. Ha? Вот это. Это карта. Вообще не поставили никак. Я говорю, задавлишь. Я и так вот это. Onak. Hamma eshiklarni yopib, bitta eshikdan chiqarib, migrantlarga ana shunday shtraflar uryapti. Eshiklarni ochiq, nimalarni to'lovsiz qoldirmaslik kerak, preyslarni. Hamma migrantlarni ogohlantirib qo'yingizlar. Sahrvada 27 mart 2025 yil.